Voy qizim, o'zi mazang yo'q edi-yu. Har doim qiyin ovqat buyuraveradimi qaynanang senga? O'zi mazang bo'lmayotgan bo'lsa, ishtamani o'ylama. Yot, damini olib turgin. Akangga aytaman. Dastavka qildiradi yoki o'zi olib borib tashiydi. Faqat qaynanangga bildirmagin. Voy tavba, qudamga ham hayronman. Seningni ham juda ham qiynab tashadi. Tur o'rningdan ovqat olib borib tashab kelgan. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum oyijon. Soat necha bo'ldi? Voy oyijon, uzr, uxlab qolman. Soat 5:30 bo'ldi. Men sizga soat 5 da turing deganman. Choyimni ham o'zim damlab ichib o'tirsam, yana hammaga kerilib maqtanib, kelin oldim deb yurishimni qaranglar. Nima qilib turibsiz tepamda g'odayib? Boring ishingizni bilib qiling. Menga qarang, bugun kechki paytga norin qiling. Xo'p bo'ladi oyijon, hozir magazinga tushib, tayyor xamirni olib tushaman. Nimani olib tushasiz? Ne do'dir-so'dir qilyapsiz? Olib tushaman emas, olib chiqaman. Men magazindan olib chiqqan xamiringizni yemayman. O'ziz pishirib, o'ziz to'g'raysiz. Bir kami endi ko'chani norini yeyishim qoluvmidi, uyda kelinim bo'lib. Oyijon, bugun ozgina mazam yo'q edi. Bugun ozor ovqat qilib tursam maylimi? Qachon o'zi mazangiz bo'lgan? Meni xonadonimga tushibsizki, hamisha kasalsiz. O'zingiz menga o'tkazib yuborganmi kasal qizini? Menga bahonangizni qilmang. Boring tez-tez harakatingizni qiling. Ujinni ham yotar payt kechasi yemaylu, oshqozonga botadi. Ha, ona qolaman dedingiz. Kech bo'lganda qaytib kelibsiz. Tinchlikmi? Singlim yaxshimi? Qomoqchi edim. O'ylab qoldim. Bilasan, o'zim 4-5 da tursam. Singling 10-11 gacha uxlasa, uni ham bezovta qilmaydi dedim-da. O'shaning uchun qaytib keldim. Ona, har doim qizingizni o'ylaysiz, ha? Mana bugun ham qaytib kelibsiz. Ertalab 9-10 da turadi. Lekin har doim keliningizni soat 5 da turmasa, har kuni urishib berasiz. Ona, har kuni gapiraman deyman-u, lekin xafa bo'lib qolasiz deb qo'rqaman. Keliningiz ham birovni qizi-yu. Meni gapimdan yana xafa bo'lmang, ona.